Opa, nimaga sizni ko'zingizda ajinlar yo'q? Chunki men doim to'g'ri ovqat qilaman. U qanday qilib? Ko'pchiligi eng katta xatolardan biri yuziga ishlatadigan kremlarni ko'zini tagiga ham ishlatadi. Bu umuman mumkin emas. Nimaga? Chunki ko'zi tagidagi teri bilan yuzi terisi umuman farq qiladi. Ko'zi terisi va bo'yni terisi o'ta nozik bo'ladi va har xil mahsulotlar mumkin bo'lmaydi. Faqat ko'z uchun chiqarilgan kosmetologlar va dermatologlar tavsiya qiladigan mana shunday kosmetologический, dermatologический kremlarni ishlatishingizni tavsiya qilib qolaman va sizga ham shuni tavsiya qilaman. Mana mendan necha yosh kichkinasiz? 4 yosh. 4 yosh kichkinalar, lekin уже ko'zi tagida ajin bor. O'shada. Men necha yillardan beri faqat eng yaxshi mahsulotlarni yuzimga ishlatishga harakat qilaman. Sababi tarkibida har xil ximический ожоги bo'lgan mahsulotlar yuzni uxot qilaman deb o'ylab ishlatasiz, lekin u yomon ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun albatta tarkibiga e'tibor berib, qanday mahsulot ishlatyapman deb keyin ishlatishingizni tavsiya qilib qolgan bo'lardim. Qo'limdagi aynan shu krem ham ko'zni tagidagi ajinlarni ketkazib beradi, ham oqartiradi, har xil muammolarni yo'q qiladi. Tarkibida 10 xil vitamini bor, santelasi bor, niatinamidi bor va shunga o'xshagan eng kerakli bo'lgan vitaminlar bor. 10 xil vitamin bir kremda. Bu juda ham katta imkoniyat degani. Ya'ni siz bir krem bilan 10 xil vitaminni sразу yuzingizga, ko'zlaringizni ostiga surkashingiz mumkin. Bu Fatima Zuhra Shopda sotuvda mavjud. O'z brendimiz Dr. Ippo penkalari sotuvga yaqinda kirib keldi. Albatta bizga aloqaga chiqing va super mahsulotimizdan foydalanib ko'ring. Menga ham bering bo'lmasa bitta. Oling. Sovg'a. Rahmat.